Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala eşrafil murselin seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabi ecmain. Bugünkü dersimiz hem de insan tabiatideki bexillik adeti ve bu bexillikdeki ziyanları hem de. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ve kânel insanı katura degende insan bexil keldi o deb. Hele igidarchilik, igi bo'lish, hirsi, qiziqishi bo'lgandan insonda bumi Alloh taolo ato qilgan bir alohidlik hamda o'zining joyida bo'lsa hamda o'zininkini ching tutish hamda ching tutish har qanday narsada islomda bir chek chegara bir qonun tuzum bekitdi. Mesela bu şey nefs degenninki hemmesi yaman emas. 3 xil nefs var hamda. Nefsul emmare bisu yaman ish qilib buyuradigan nefs, nefsul lavvama yaman ish qilgandan keyin o odamni o'zini ayiblaydigan, chataq qilding, yaxshi qilmading deb. Nefsul mutmainna, xotirjam nefs hamda, yuksalgan nefs hamda, shunga o'xshash hamda Alloh taolo shunday yaratgan insonlarni, insonlar o'xshash emas hamda. İnsanlarınki nurgun xislatları buldu. Şu nurgun xislatlarının içinde bazı illetler buldu demde. Bexillik doğrusunda sözleşni bu hepte şu doğruda sözleri dedik hem de. Alimli deydi, xoşallık beğişlaştın kildi. Mesela beriştin kildi. Ağan çağda hoş olgan degen vaqtli xoşallıkta bəgən adam şunca bek hoş oldu o deydi. Yani G'arbning ve Sharqning faylasoflar burunda ta hozirgacha bir narsa ittifoqlashgan. O nima desa, baxt saodat, huzur, halovat birishdan beg'ishlashdan keldi deganda hech kim ixtilof qilmayotgan. Musulmon, kofir hammasi shunda aytgan hamda. Endi boshqalarga beralgan, beg'ishlay olgan va boshqa insonlarni xushal qila olgan odam haqiqatan baxtli odam ekan hamda. Bunda bir qissa bor. O'sha Koreyada bir gul sotadigan do'konninki xo'jayini bor ekanda. Xo'jayin do'kon, bir qancha do'konlar bor. Xo'jayin ishchilarga nimalarni talablarni siz tayyoqlamay o'zim opirman dedi. O'zi opirib taqitgan bu. Taqatgandan keyin bir kunlarda ishchilarni bir so'rayotgan. Ya xo'jayin siz degan xo'jayin to'sangiz uni boshqalar buyursin, taqatmamda o'zingiz opirib taqitib yuramsiz deganki, yo'q, sizlar tushunmaysizlar uni. Men gulni bergan chag'imda kishilarning chiroyidagi bir xo'shallikdan men huzur halovat olaman. Shunda huzur halovat olaman deyotganda odamim. Yana bir boy hamma ishni qilib xo'shal bo'lish uchun. Chunki bu xo'shallik degan yo puldan, yoki jiq ilm bo'lganlikdan, yoki noy taqvo bo'lib ketganlikdan, yoki bolalaringni noy jiq bo'lganlikdan, yoki boshqa narsaning kamaga o'zining ichidan ketgan, o'zi ijod qila oladigan uni. Bu xo'shallikda kiyigil bir oyog'i yo'q, yalang oyoq yuritgan kambag'almi ijod qila oladigan, dünyani çöyrüdüğün milyonlarını icad kılalatken de bu xoşallıktır. Eğer xoşallıkını icad kılamasa dünyanın hemiski iyi o adamı bəxtlik bulamayken, eğer moşu xoşallık yüzünü çıkaralasa yalan ayak yer yürütkan adamı xoşal yürütken. En mühim boğun xoşallık o. Yani biz dünya deyimiz, ilim deyimiz, okuş deyimiz, hizmet deyimiz, mensep deyimiz, baylık deyimiz. Şunun hemisi şu bizim bir xoşal kısıken, xoşal özsekken de kılı demdi onu şu. Şunu hemmini iyi bulaptır bu xoşal olamaydığı adamı hiç narsa yo'q, xo'shal bo'lgan odamlar bor hamda. Shunga demak hamda olimlar deydi, xo'shallik degan haqi sirtdan import qilingan narsa emas u. Faqat o'zining ichidan chiqirdi. Xo'shallikni o'zidan chiqirdi. Oddiy narsalarni xo'shal bo'lishni o'rgansa inson, xo'shallik degan bir san'at ekanda, xo'shallik bir san'at o'rganishga tegishli. Oddiy narsalarni xo'shal bo'lgan, masalan, çoğun narsalardan bo'lmasin, oddiy narsalar xo'shal bo'lsa, odatdagi odamni xo'shal bo'ladi. Hech qanday jiq ishni bajarolmagan odamni o'zining kundalik shu qilgan ishni xo'shal bo'ladi. Ha, men bunda qilibman, unda qilibman debda. Bir boyvan ekan, faqat xo'sh bo'lmaydi ekan u. Haramga ömürge verip bekipti, nurgun pullarını sadaqa qilib taqitib bekipti, safar qilib bekipti, nurgun adamni öylüge başlap mimon qilib bekipti, xo'shal bo'lmaydigan. Xo'shal bo'lmagandan keyin bir kuni bir ağaynisidan birisi, "Adaş, sen bile yetimlarninki daril aytamga bir ziyorat qilib kelmaylimi degan, "Basak barayli" deb uning shu yetimlarga kiyim-kechak, yemek-ichmak, meva, daftar, qalam deganda kerakli narsani, jiq bir narsani taqitibdi. Taqitibdi qilganga bola xo'shal bo'libdi. Endi chiqay deb tursa, kichik bir bola oldiga kelib, tuz qarab turibdi. "Balam, bir narsa kerakmi? Ehtiyojing bormi?" "Yo'q, bizga kerak bo'lgan narsa hammani akib berdingiz. Bir narsa kerak emas." Siz emasın nima bo'ldi deganda, "Men shu qiyomat kuni Allohning oldida mushadan bizni xush qilganda deb guvohlik berish uchun chiroyingizni tunib olay degan o odam yig'lab ketgan abaycha. Men ma xo'shallikni men butun dunyolimning hammani tikib
hemen dirip bolsa elip alamaydigan xoşallıqdı. Acayip xoşallap ketdim deydi. Rast, üzümüzün təsəvvür qılıb baxayla, işte bikin bizga ayında biz qancha xoş bo'lamiz hamda. Qancha xoş bo'lamiz. Küçükün 2-4 dal taqib qo'ygan narsaga ayında xoşallıq erishgan gap hamda. Endi boshqalarga yaxshilik qilgan odam uni o'ziga qilgan bo'lganda, o'ziga qilgan bo'lgan dastlabda uning foydasi o'ziga yetadigan. Qanday desa, biri Alloh taolo savob berish bilan, bu dunyoda barakat berish bilan pul meliga, chunki birini bersang 700 ni berman deydi Qur'on Karimda aynan. Yani biri o adamning ko'ngliga xo'shallik berish bilan Alloh taolo. Biri oxiratda jannatni mukofot berish bilan hamda har tarafdan chavdi. O cho'ng kichigi yo'q uningki. Endi berish desa, bu adamning aqliga shu pulg'ini keladi. Pulg'in emas. Pul bilan bo'lmaydi bu. Ba'zi kambag'al bo'lsa, pulga ehtiyoji bo'lsa, pul berib xo'sh qilamiz. Ammo da bir g'arib yaquyutlarda bichara g'arib endi bundaqligi tuqqanlari yo'q yoki bunda bo'lsa ziyorat qilib xo'sh qilamiz yoki telefon qilib ko'ngilni xo'sh qilamiz. Ondan yoki birisining bir hal qilamagan ish bo'lsa, o'zimizning yuz obro'yini, o'zimizning vaqtini, o'zimizningki mansibini, hamma narsani bo'lsin qurbon qilib xo'sh qilamiz masalan. Yoki hech qanday ish qilmasang, chiroyli bir tabassum bilan chiroyli ko'ngilni ichib qo'yish endi. Buğdayning bo'lmasimi, buğday so'zing yo'qmi deydigan gap baya Uyg'urchada aynan. Shunga o'xshash hammasi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunga Alloh taologa eng yaxshi ko'riladigan amal deydi. Namoz demaydi, ro'za demaydi, haj demaydi, zakot demaydi, Qur'on o'qish demaydi. Allohga eng yaxshi ko'riladigan amal bir mo'min odamning ko'ngliga xo'shallik kirgizish deydi. Yana insonlarning Allohga eng yaxshi ko'riladigan eng yaqinli inson kim? Insonlarga manfaatli inson. Menfaat yetkazadi. Chunki bizning ibodatlarimiz, masalan, ro'za tutdik deyli, namoz o'qidik deyli, haj qildik deyli, Qur'on o'qidik deyli, zikr tasbih etdik deyli, o'zimiz uchun, o'zimizga foydasi uningki. Kichikgina bir gram bo'lsin, boshqalar uchun qilib qo'ygan ish Allohning dargohida tog'dek ig'ir bo'lganda, nimishqa bandam, mening bandlarimning g'amini yeydi deb Alloh bak mehribon bo'lgandan keyin, bandlarning bisi-bisining g'amini yeganga shunda qo'shildi hamda. Rasulullohning bir hadisi var ya, anlagansizlar belki. Men bir Müslüman qarindishimning bir hojatini ravo qilish uchun menishim, mushu Masjid Nabaviyda Madinada bir oy ashu itikof qilib o'ltirganimdan ortiq degan hadis var da, sahih hadisdan. Bunda o'ylab boqayliqini. Kishilarga yaxshilikli, kishilarga yordam qilish qanchalik bak savobli. Pulg'in emas, ilmimizni emas. Ilming bo'lsa, ilmingdan, tajribang bo'lsa, tajribangdan. Tajriba deganni aytib mo'l gap, tajriba deganni aytib qimmatli gap bu. Bunda masalan bir dana qissa var. Bir yerda bir paraxod to'xtab ketgan. Paraxodninki 2 motorli ekan. Ehtiyotan 2 motorli qildigan qo'ydi. Bir motor to'xtab qolgandan keyin bu chatoq bo'ldi. Endi ma motorni o'ngshab qo'ymasak, ish chatoq bo'lib, ma buzilib qolsa deb qilgandan keyin muhandisni chaqiradi. Bir muhandis injener kelib, injener bunday qalab bunday tekshirib u odam abdan yarim soat tekshirib bo'ladi. Bolqo'lar 2 ni sepdi. 2 ni sepdi bir yerga. 2 ni sepdi. 2 ni saqandan keyin bu motor ishlab ketibdi. Ishlab ketgandan keyin $10,000 Muşiniki qippaginim deb $10,000 fatura kelibdi. Fatura kelganda ular qarshi chiqibdi. Siz bol qo'lan 2 ni urib qo'yganingizga $10,000 olamsiz degan, yo'q, siz tushunmadinglar. $9,998 mening makallamdagi tajribam. Kasalni og'riqni topganligim. $2 bol qo'l 2 ni urib qo'yganim debdigan. Shunga o'xshaydi, tajriba deganmi? Tajriba deganmi qimmatli narsa. Masalan, qasinglar masalan, mayli tibobatda bo'lsin, doktorlukta olsun, meyli başka sanaatda olsun, başka narsada olsun, hemen tecrüben var o. Bu tecrübe degen neçə yıllık ömrenge, neçə yıllık pul, neçə yıllık aşı müngeni sarf qilish, aqlini sarf qilishning kelgan qimmatli narsa. Aşı tecrübenimi, şu tecrübenimi bilmeydiganligi, munda qilsanglar munda bo'ldi. Chiroyli bir maslahat berishning o'zima ajoyib cho'ng yordam qilganlik, cho'ng pul bergandimi, cho'ng yordam qilganlik masalan. Demak, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir hadis degan, yaxshilikni hatki hargiz oddiy sanamanglar deydi. Balki kichikgina bir yaxshiligimiz bilan jannatga kirib ketishimiz mumkin. Nurg'un amallarimiz aynda qilib, kichikgina bir yaxshiligimiz bilan ko'zga ilmagan bir yaxshilik bilan biz jannatga ulab ketishimiz mumkin-cha u. Alloh taolaning dargohida boshqalarga manfaat yetkazishning darajasi oshinchilik yuqori hamda. Endi biz birish orqali o'zimga yaxshilik qilgan bo'lamiz ekan. Chunki birishdan va bag'ishlashdan keladigan saodatni avval mushu dunyoda yashaymiz ekan.
onun faydasını dünya ve ahiret görmezken. Şu ve men yeşkuru fe innema yeşkuru nefsihi deydi. Kim ki şükür kılsa, şükür degen ağzında bu da şükür Xudoyim deb qo'yishgan emas. Şükür qilish Alloh taolaning bergan ne'matiga qalbimizdan minnatdorlik bildirish, eg'izimiz bilan alhamdulillah deb deyish. Üçüncüsü, aşı Allah bergan ne'matni yaxshi yo'lga ishlatish, yomon yo'lga ishlatmaslik. Şunundan insanlığa menfaat yetkizir. Bav şükür mene. Kimki aynda şükür kılsa, aynda yaxşı kılsa, men teximiz ziyade bir men deydi. Teximiz ziyade bir men deylik, değil mi? Endi biriş ve bağışlaş hemme tel boğan kişilerinle işemez. Endi binaz biriş, yardım kılış desen hemmeden. O biz bayamaz da milyoner emas ya ki biz bayamaz o baylık kılsın deydi. Baylığını kılmaydı onu yani. Hatta aşı ayığı kiydiğin ayığı yok adam mı? Yaxşılık qilsa qila oladi. Hech chiroyli gap qila oladi. Chiroyli maslahat ko'rsatadi. Chiroyli bir tabassum qila oladi. Ya bo'lmasa ilmi bo'lsa ilmini yetkiza oladi. Masalan, hammadan qila oladi bu yaxshilik. Hech qanday odamning o'zirishi yo'q hamda unida. Ya'ni demak, jiq pul va odamg'ini qiltgan ish emas hamda. Xayri saxovat qilish, muhtojlarga yordam qilish, yetimlarning beshini silash, o'quvchilarning xarajatini berish, baylarninglar işi bo'lmaganda kishilarga yaxshi, yomonini bildirishmi dinda to'shqan olimlarning ishi emas. Masalan, hamda biz bir ishning to'g'ri xatoligini, halol haromni birimiz, masalan, mishada o'tirganlar nurg'un bilamiz hamda. Buni hamda biz buni faqat bir mollam ya meshning imomi yetkazish kerak. Uni biz deb bunda tutmaymiz ya, o'zimizning bilganini yetkazaveramiz hamda. Xudoyim bizga berdimi? Berganini yetkazib, shuning o'zimi bizdagi boylik. Halol haromni bilishmi boylik, diniy ilmlarni bilishmi boylik, Qur'onning ma'nosini bilishmi boylik. Shuningdan o'zimizning bilganligi, o'zimiz hech tuqqanlarga hech bo'lmasa, hech bo'lmasa bolarimizga, hech bo'lmasa qo'shnilarimizga, hech bo'lmasa, ya'ni shuningga muhtoj bo'lganlarga bilgizish hamda. Endi muhimi biz yo'qlikda turib berishni, bilginimizni ayımaslıkni ve vakit işinden vakit çıkarışını, özümüzdenle emas başkalarının gemini yiyişini adet kılıp algan ve perzentlerimizge ügetken vaktimizde hakiki insan bulalayımızken. Vakitinin içinden vakit çıkarışını bir işlağa. Vaktim yok, şimbek aldıraşımın emas, vaktinin içinden vakit çıkarışını ve bilginimizni bildirişini, yoklukta durup, ihtiyacımız batırıp, başkalarına yardım kılışını bilersek hakiki insan bulalayımız deyler. Çünkü Müslümanlıkın yolu insanlıkını ütüdü. İnsanlık nöllerinin aldığı koyulgan bir deydi insanlık. Nöllerinin aldığı koyulgan bir deydi. Bir rakam. Kalgan faziletler ve artıkçılıklar hemmesi nöl hem de anın aldıda. Bir diyen rakam olmasa o nöllerin hemisi bakalım. Mesela birini yazdık şimdi ama onun kısa bir nöl yazsak 10, 2 nöl yazsak 100, 3 nöl yazsak 1000, 4 nöl yazsak 10.000. Kitiverdi ya. Muşu bir boğallık üçün man nöllerinin hemisi itibarga elindi degen gap. Eğer ma birini üçürüp alsak 4-5 tane cik milyon tane nölünün hemisi nöl bulup gitti. Hiçbir kar. Şoma insanlık, insanın hislet bolsa başka ibadetlerine kabul, yaxşı işlerine kabul, hemesine. Ma insanlığın yok bolsa hemesi kata tizip koygan hele birini elip atkan nölge okşaşlı bulup kaldı deydemdi. Yani bir işe muvaffak buluş degen Allah'ın bir inamı. Allah nasip kılması vermeydi o. Allah nasip kılması vermeydi o. Mesela şu Karun'un şu 40 tane tügü kütəgicilek yani ancaq aç qışlarını, xəzinesini aç qışını kütəgicilek şunda baylığı batırıp bəmətdiken ta kıyametkiçe bexillarınki misallar qılığılıq məsələn. Əmdi o Peygamberimizin sahabelerden Abdurrahman'ın Avf deyimiz, Osman ibn Affan deyimiz mesela aşı kişilerinki hatta şular bazı gazatlarda devletin bütün askerlerini bir adam cabdıgan gap. Bütün yemek, içmek, at, ulak, kural yarak men kılıman deb ayna kılgan gapda. Bir devletinin bir adam kılgan gap. Şu Abdurrahman'ın Avf dese ta kıyametkiçe ismi ölçmeyden mengülük mertlikinin misali bulup ancak kıpkılıqlıqamdı. Yani başka dinlerde mi? Hristiyan, Yahudi dinlerde mi? Aşında ismi mengülük kıpkılan aşında adamlı bakan burun kılanın işiydi canım da adap boğulu olmaydım da. Hem de şu bir iş diyenle Allah'ın inamı iken dedik ya
Mesela şu ben bilsem Turguncan Hacım da bir otellik bir hacım battı Suudi Arabistan'da. O adam şu öğlenmegen adamken. Daim basam bazada bina setip yürüttü. Bütün vücudu bilen işleyen adam. Ülep kalışının aldı da o da aşağıdaki bir işençilik bir adamga ay pullarını akilip mening bir vahbam bolsun degan Turguncan Hacım vahbida Medinada bir vahb var. Muşu vahbida nurgun aşu kambag'allarga yordam qildi, islomiy kitoblarni bosdi, nurg'un xizmatlarni qildi. U odam ulab ketgili 7-8 yil bo'ldi herhalde. Men ko'rgan odamni. U odamning vaqtisi davomlashdi. Shunga o'xshash bir ikki odam bordi. Ikkilisini ismidan tortib bilaman ben bu ikki odamni. Bu ikki odamninki imoratlari bor, shu binolar bor-da. İkkisi binolarninki pulni yig'ib, ayda o'tiradi. O pul degan ajoyib chiqamda. Biroq o'zi xeylimaydigan odam, o'zi xeylimaydigan odam. Birisi daim iyadin bir yerden nazirga bergen bunda aşlarını ekilip aşı öyde kapkap kökürep kalgan, buzulup kalgan göğsünü yap kisellap kalep o adam. Şu kisellap ilep kettemdi o. Aşını mı hayat vaktida balığınız yok, işiniz yok mu? İşimiz yok adamdı. Xotnu mu yok, balısı mı yok? Ma baylığınızga vahbi kıpkan da bir adam aynen mi kılsa? Ma'qul deb o adam qilmay ketib qoldi. Yani bir adam bordi, o adamning ayda imoratlar bor debdi, balları vatan dedi, vatandan chiqolmagan. Shu adam ulab ketishiga imoratini Saudiya Arabistonda kepil degan bir gap bordi. Davlatning olgan iqomat ruxsati ashini kepilning nomidan oldi. Saudiya Arabistonda tursak, masalan biz uy olmoqchi, nima qilmoqchi bo'lsak, bizga kepil bo'lgan odamning olimiz chet ellik heshimi qilolmaydi. Anda qolgan bir Uyg'urningki üstüge ettiken aş adamni vafot bo'ldi degan hamon adamni mazog'iga ko'nmay turib imoratga qulp sevib oldi da, qulp sevib meningki deb qat'iy bermadi. Mahkamaga borsimi meningki aş adamning ismida ketdi. Bir kimga bermadi, o'zimi yemidi, ketdi. Yani heliqa o sesiq narsani yeb og'rib o'lab qolgan odammi, u odam o'lab bo'lguncha aş adamning binosini elib oldi. Elib aldı. Elib alsa da devletin aldı da kepilinin ismi de o. Bunun ismi de işimi yok. Anda oğandıkken aşında. Demek şu iki adamga şunu da bek içim ağrıdı da. Şunca pulunu tepi ya rahatını körmedi. Ya ülep ketkendikken sadıkı cariye bulap kılışka muvaffak bulmadı o adam. Allah nesip kılmadı bu adamını. Onun için bekillar en ahmak kişiler deydi. Neymiş ki bekillar ahmak kişiler dese? Çünkü bekillar özünün bolmağanını cennetikle qoğdaydıgan, onundan takdir kılınğanda başkasını yiyelmeydigan ve tapqallarının hemesini hesap edidiganlığını bilip durup halal haram demey pul toplaydigan ve onun hakkını ada kılmaydigan ahmak adamlar deydi. Mesela de bu bizning ilkimizdeki Allah Taala'nınki amaneti o. Cinimiz mi Allah'ın amaneti? Hamma narsa Allah'ın amaneti. Vakti kelgan chaqda alı deyni, ölmeydigan adam yok. Şu baylık pul degan de Allah'ın amaneti. O Xudoyim biz joyida ishlatib, Allohga shukrsin joyida qilib, to'g'ri ishlatsang davom qildirdi. Bo'lmasa Alloh xolis evoldi. Mesela bugungi bayning aytisi gadavlab qolganini nurg'un qislarni anglagan ayni biz hamda. Çünkü bu pulunun ilgisi biz emez. Biz şu amanetdar, amanet tutkucu. Anda oğanken kulağındaki amanet ne? Bu meninki demey Allah'ın bu. Allah'ın. Ben bunu başkuruvattım. Digen asaslı bolsan insan bu Allah'ın oğanken Allah'ın hakkını bir işim gerek. %2-20% zakatını bir işim gerek mesela. Deydendi. Ama karunca oylap yok bu meninki boğandiken ben bir ben beğenmeymen digen o bu hech qanday qilolmaydi ekan hamda. Endi bexilning gelidan o'zininkisi o'tmaydi deydi. O'zining narsi o'tmaydi deydi. Bunda bir qissa bor ekanda. Bir ama tilamchi bor ekan. Tilamchilik qilib pul yig'di ekan. O bunda yemek içmek tushsa yeydi ekan. Yemek içmek biva bunda kim bersa yeydi ekan. Ama pul bersa pulni qat'iy qaylamaydi ekan. Uni nima qilgan desa bir mazali qapirib ko'mab qo'ygan. Mazalı kapır kümep koytken, yana yığıdiken, yana kümep koytken. Bir adam kürep kaptı da bunu. Bir adam kürep kalıp bunu bir sınav için bir günü berip aşı mazalı kömge ya da maraptı madem ketkendiken baylıkını evepti o. Evelip hem de ertesi bunu ben sizne bir mihman kılay, bir aşkan kapıray dep aş adamın evağın yüzünün pulusta tamak alıp
adamni mehmon qilibdi. Mehmon qilgandan bunda tamoqni yeb turib, tamoqni shunda bir tetipla adamning geldim bo'g'apti-da bu. Hey, sen mening pulimga yepsa buni. Nima degan gaping, nima deyapsan sen desa? Chunki mening uzamninga gelimdan o'tmaydi. Men tamoqqa gelimdan o'tmayotdi. Rostdan degan rostini ko'mab qo'ygan pulini akib olgan debdi. Bu shunchalik darajada hamda. Endi Allah bexilninkini qabul qilmaydi deydi. Bu noyat xatarlik bir gapda bu. Allah bexilninkini qabul qilmaydi deydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam zamanında Sa'labi ibn Hatib degan bir sahabi bo'lgan, bir odam bo'lgan. Bu adam Rasulullahning qishga kelibdi. Ya Rasulullah, menga bir duo qilgan bo'lsa, Alloh menga boylik bergan bo'lsa, degandan ya isit Sa'lab, anda demak Alloh barakat bersin desang olmabdi. Qanday qilsa o boylikning huddisini chiqolmay qolib qolsang, uning haqqini ado qilolmasang qanday bo'ldi degandan aytgan, ya Rasulullah, men ashu menga bir boy bo'lishimga bir duo qilib qo'ygan bo'lsa, bir boy bo'lam deytgan. Hay shukr qilgan, Allohga shukr qilgan, boylik degan endi tutqalaydigan odamga bo'ldi. Sen uning haqqini bermasang yaxshi bo'lmaydi. 3-kuni yana kelib turadi ekan. Degandan Rasululloh duo qilgan. Ey Alloh, shu bandangni boy qilib at aytgan. Boy qilib at degandan shuning bilan bu odam boy bo'lgan. Boy bo'lib 5 vaqt namozga har kuni mashqqa ketgan odam az ketgan bo'lib qolgan. 5 namozga ketgan. Keyin asta-asta odam namoz masjidda yo'q. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam so'rayotganda bu qani bu Sa'labi yo'qolib ketdi degan, bu Sa'labining qo'y kalalari, tugilari bekji qilib ketdi, beqib bulanmay bu. Vaqti yetmaydi hozir. Juma namoziga ketgan bo'lib ketdi deytgan. Shuning bilan keyin yana bir vaqt o'tgandan so'ng juma namozini ko'maytgan uni. Namoz nima yo'q hamdi. Demak, boylik adamga ziyonlik qildi. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bildi-da, kimga foyda qilgan, kimga foyda qilmayotganligini odamga qarab bildi-ya. Bilganki sana balki seni azretish mumkin, haqqini ado qilishmaslik mumkin desa, yo'q men duo qilib qo'ysin deb turib, ma'qul deb duo qilgan gap hamda. Shuningla o odamni dindan uzoqlashtiryapti bu boylik. Hamma odamni andag emas-ku. Ba'zi odamni texmi mahkam musulmon mu'min qilyapti-ku. Ba'zi odamni azrotyapti. Zaten reallikda ko'ryapsizlar-ku, bilimiz hamda u ishni. Shuningki yo'qolib ketdi-ba, o odam yo'qolib ketgan, o bekbay bo'lib ketdi, chorvalar vadiylarga patmay qoldi deganki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam isit Sa'laba 3 qatim isit deydi. Hey, isit. Çatak bo'libdi bu deytgan. Keyincha zakatning oyati tushdi. Xuz min amvalihim sadaqatan tutahhiruhum va tuzakkihim degan oyatni sura Bara nimadagi Tavba surasidagi oyatni Alloh taolo Rasulullohning nozil qildi deydi. Ey payg'ambar, sen musulmonlarning boylarining pul mollarining bir qismini zakat hisobida olgin. Pekirlarga taqitib turish uchun. Shuning bilan ularning gunohlaridan paklansın ular. Ammeli paklangan ekan va yaxshiliklari, barakatlari ko'paysin shuning bilan degan oyat tushgan ekan. Payg'ambar alayhisalom zakat to'plashga 2 odamni avatgan. Baylarni to'plab kelgan, ash Sa'labidan qishqin bo'lgan. Rasulullohga oyat tushdi. Zakat farz bo'ldi. Har qanday 40 qo'ydan bidani qo'y. 2.5% bo'lsa endi bo'ldi. Bunda zakat berish kerak degandan bu bir silikkan bu. Bana kelgan bu silikkan bu degan silik emas, Allohning oyati bu. Alloh unda buyurdi degan. Men bir pul mollarimni bir hisoblay, kelinglar deb ketkizgan Rasulullohning shunda deb ketgan. Kelganki bir zamondagi yana avatgan. Yana bo'lsa, ya bu aynan bu bosh silikkan bu deydi. Shunda degandan andin yana ketgan 3-qatim yana kelgan vaqtida bämegän bir oyat tushdi. Acayip qo'rqinchli bir oyat tushdi. Va minhum man ahadallaha lain atana min fadlihi lanasaddaqanna va lanakunanna minas salihin. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi va tawallaw wa hum mu'ridun. Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yawmi yalqawnahu bima akhlafallahu ma wa'aduhu va bima kan yakzibun deydi. Yani ularning arasından ba'zilar agar Alloh bizga o'z fazlidan boylik ato qilsa, biz albatta sadaqa beratdik deydi. Ay yo'qchaqdi deydi adam. Xudoyim meni boy qilib olsa, men beratdim deydi. Beratdik deydi. Albatta yaxshilardan bo'labdik deb Allohga va'da berdi deydi. Va'da beribdi Allohga. Allah ularga o'z fazlidan boylik ato qilgan chog'da ular bexillik qilishdi. Allohga itoat qilishdan yuz o'rib va'dasini yenib oldi. Ular sadaqa qilamiz deb Allohga bergan va'daga xiloflik qilganligi
o'zlarini musulmon deb yolg'onchilik qilganlik uchun Allohning oldiga boradigan qiyomat kuniga qadar ularning dillariga munofiqlikning davomli turishini Allah ularning qilmishining oqibati qildi deydi. Ularning qalbiga munofiqlik shunda bir sevati deydi. Hech qanday narsa chiqmay chaplashib olgan bir munofiqlikni sep qo'ydi deydi. Chiqmaydigan qilib qo'ydi. Bu oyat nozil bo'lgandan keyin, o'sha oyat nozil bo'lgandan keyin, o'sha salabiga tegitda bu oyat ham va'da bergan qo'mdi. O Xudoyim menga boylik bersa, boshqalarga beraman, yaxshi ish qilman buni deb aytdi. Oyat nozil bo'lgandan keyin salabining yaqinlaridan biri uning yeniga berib, haqqida oyat nozil bo'lganligini aytdi. Sizning haqqingizda bir oyat nozil bo'ldi. Buni qo'rqinchli oyat bu degandan keyin shuning bilan Salib payg'ambar alayhisolamning huzuriga kelib zakot berdiganligini va uni qabul qilishini tilaydi. Ammo payg'ambar alayhisolam uningga Alloh meni sening zakotingni qabul qilishdan man qildi dedi. Sening zakotingni olmayman dedi. Qabul qildi. Payg'ambar alayhisolam hayotining oxiriga Salabining akagan hech qanday narsani qabul qilmaydi. Hech qanday narsani qabul qilmaydi. Abu Bakr radhiyallohu anhuning zamonida Rasululloh vafot bo'lib, Abu Bakr radhiyallohu anhuning zamonida yana kelgan zakotni olib kelgandan keyin Rasululloh qabul qilmaganni men qabul qilmayman dedi. Keyin Umar ibn Xattobning xalifalik davrida kelgancha kelitgan yana. Ayda kelsa, yo'q bu Rasululloh qabul qilmadi, birinchi xalifa qabul qilmadi, men qabul qilmayman demiş, qabul qilmayman dedi. Shunda qilib, ashuning zakotini Alloh taolo qabul qilmaydi. Osmon radhiyallohu anhuning davriga kelgacha ashu odam yashayotgan ayni akasi qabul qilmaydi. Bu endi nayt ichinishlik bir ahvolda endi Qur'on Karimda yana bir oyat bor. Ularning nayt ashu dindan chiqqan fasq bo'lganlik uchun ularning bergan narsani Alloh qabul qilmaydi dedi. Hatto u qabul qilish emas, elishga ruxsat qilmaydi. Olmaydi, hech kim olmaydi uning narsasini. Ashu darajada endi ashuna nimada. Shunga bu bexillik inson tabiatiningki bir qismi endi insonda. Chunki bu Çing tutuş, aslında çing tutuşdan keldik hamda. Çing tutuş, insan o'zining pul molini çing tutish kerak. Hisobli xaylash kerak, joyida xaylash kerak. Ammo hamma narsaning o'ttir hal bo'lgani yaxshi-da. O'ttir hallik shu bizning dinimiz o'ttir hallik dini. Qatnayt bek beriyotdim deb hammani beriyotib bolalarni talali qilib qo'yish darajasida emas. Masalan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning yeniga bir sahoba keldi. Men mushu pul molimninki hammasini sadaqa qilyapman deyman degan keyin bolalarga nima qoldi degan bolalarimga Alloh va uning payg'ambari qoldi degan keyin tamam Alloh va uning payg'ambari qoldi ammo sen bu hammani beryapma degan amisi yerimini beraymi degan keyin yo'q yerimini bermagan degan keyin amisi men 3ning birini beraymi degan 3ning birini bersang bo'ldi 3ning birini jiq dedi. Ya'ni normal islom amdisini faqat beryotgan o'zing yalang'och qolgin demaydi. Qarında faqat hamın toplab bu da yetib olgin demaydi, normal hamda. Birinchi o'zingni o'yla, uningdan boshqalarni o'yla, o'ttir hisoblan, shu o'ttir hallik, ya'ni hammada ayda o'ttir hallik. Hamda bexillik desa, ayda sukuli hamda bu butun dunyoning qomuslarida, butun dunyoning qonunlarida, butun dinlarda, butun falsafalarda sukuludir. Bu bexillik nima shu? Achu nima? Faqat achu bermayman deb turvelişemdi. Endi bu Allah Taala o'zi berib bizga rizqni o'zi berib, sening qulang bilan yani mening bandilarimga bergin deydi. Berganjami yani Allohninkini birmizda biz. Allohninkini birimiz. O'zimizningki emas. İnsanlar o haliqi pulni iqtidoriga qarab yoki noit aqlliqga qarab yoki noit zo'r ilmiga qarab topmaydi. Agar pul tepish, boy bo'lish İlimga o'tgan bo'lsa, dunyodagi eng chong professorlar eng chong boylar ketsa bo'ladi. Eng chong olim bak boylar ketsa bo'ladi. Agar endi aql bilan, ilm bilan bulutgan bo'lib qolsa, nurg'un haliqi o'zining etini yezishni bilmaydigan boylar ya millionerlar bor. Bilasizlar shunami? Ben netçini uçratqaşdım. O'zining etini bilmaydi, xat o'qishni bilmaydigan odamlar bor. Million pullarni o'rib cho'raydigan odamlar. Ularga nima bada? Xudoyim u ilmga qarab bermaydi, aqlga qarab bermaydi. Alloh o'zining fazli bilan berdi. Xolgan bandasiga ayda berdi hamda uni. Anda bo'lgandan bu demak bu Alloh taoloninki bergan in'omi u. Herkisinin ilmin bilan ya tirishqanligidan 12 soat kunduz çalışib ishlaganingdan emas.